O'rta boshli. Qurolchilik xonasida yong'in sodir bo'ldi. Plan bo'yicha ish ko'ring. Qabul. Diqqat. Barcha ustozlar, o'quvchilar va xodimlar diqqatiga. Maktabda yong'in. Barcha tartib bo'yicha tashqariga chiqishini so'raymiz. O'quvchilarimiz yong'in yoki boshqa favqulodda holatlarda o'zini qanday tutishini tushuntirish maqsadida maktabimizda yong'in xavfsizligi mashg'uloti o'tkazildi. Mashg'ulot davomida o'quvchilar ogohlantirishni eshitishlari bilan ustozlari ko'rsatma berganidek harakat qilishdi. Yuzlarini qo'llari bilan yopib, sinfxonani tark etishdi. So'ngra barcha maktab o'quvchilari va ustozlar maktab hovlisiga yig'ildilar. Mashg'ulot haqida o'quvchilarimiz ogohlantirilmagan edi. Bu esa jarayonni haqiqiy holatga yaqin qilish imkonini beradi. Bu mashg'ulotda o'quvchilar favqulodda holatda to'g'ri va xavfsiz harakat qilishni o'rganishdi. Jahon School salohiyatni kashf etamiz.